Shu videoni ko'rib turgan barcha kuzatuvchilarimiz ideal holatdagi reglan fasonini, bichilishini, tikilishini bepulga o'rganishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Buning uchun bizga albatta ish qurollarimiz, old va orqa asosimiz, yeng old va orqa asosimiz bo'lingan holatda va xuddi shu ko'rinishdagi rangli qog'ozlar kerak bo'ladi. Qani unda ishni boshladik. Birinchi bo'lib oldi bo'yin aylanasini teng ikkiga bo'lib olamiz. 10,5 ya'ni 5/2 va proymamizning eng chuqur joyini topib olamiz. Shu nuqtalarni birlashtirgan holatda to'g'ri chiziq tortamiz va qirqib olamiz. Undan keyin bizga xuddi shu detalimiz kerak bo'ladi. Rangli qog'ozimizni olib, oldi yengimizni xuddi shu ko'rinishda joylashtiramiz va reglan fason bo'lgani uchun yeng kengligi 1 sm qo'shib olamiz. Oldidan chiqqan bu detalimizni yelka qismini yengimizning yuqori qismiga qo'yamiz. Xuddi shu ko'rinishda joylashtirib, maxsus lineykalarimiz bilan mana bu joyda proyma ko'rinishda liniya hosil qilamiz va mana bu masofani o'lchab oldi asosimizga tenglashtirib olamiz. 24 sm. Bizning oldi asosimiz 24 sm. Burchak joylarini maxsus lineykalarimiz bilan avval holatga keltiramiz. Reglan fasonimizning oldi qismi tayyor. Ana endi orqamizni, boya yondan qolgan bo'lagimizni pastki qismi bilan orqa bo'yin aylanasini teng yarmi liniyalarimizni birlashtiramiz va bu detalimizni orqa asos yengimizni joylashtirib olamiz. 1 sm kenglik berib, yelkaning yuqori nuqtasini yengimizning yuqori nuqtasiga qo'yamiz va mana bu eng ingichka joyini xuddi shu ko'rinishda moslashtirib, mana bu joyimizga maxsus lineykalarimiz bilan proyma ko'rinishda liniya hosil qilamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu masofamizni o'lchab, orqa masofamizga tenglashtiramiz. 27 sm. Orqa masofamiz ham 27,5 sm mana. Burchak qismini lineykalarimiz yordamida avval shakliga keltirib olamiz. Ya'ni o'tkir burchaklarni yo'qotgan holatda andozamiz tayyor. Oldi qismi mana bu masofa, orqa qismi mana bu masofa. Xuddi shu andozamizni matoga joylashtirib bichamiz. Aytgancha, xuddi shu masofamizning o'rtasini 24-12 topib olib, ko'krak markazi bilan birlashtiramiz. Avval ko'rinishga keltiramiz. Shu holatda bichib olamiz. Andozamizni bulavkalab joylashtirib oldik va har tomondan 1 sm dan chok haqi qoldirib bichib olamiz. Qolgan detallarni ham xuddi shu ko'rinishda chok haqi qoldirib bichib olamiz va tikishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, birgalikda bajardik va ideal holatda chiqdi. Video barcha uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar shu videoyimiz 10 mingta like yig'sa, keyingi bepul darsligimizni albatta joylayman.